Xabaringiz bor, O'zbekiston bozorida sifatli gazoblok, sifatsiz gazoblok va penoblok gipsobloklar mavjud. Hozir siz bilan bularni farqini ko'rib chiqamiz. O'zbekiston bozorida sifatsiz gazobloklar ham mavjud. Bu sifatsiz gazobloklarning asosiy xom ashyosi ayrimlari bu ko'mirli kuli, ayrimlari sifatsiz oddiy qumdan ishlatishadi. Bu xom ashyo ishlatish natijasida sifatsiz gazoblok bir kubasi 700 kilodan 1000 kilogacha bo'ladi, ya'ni og'ir bo'ladi. Ikkinchisi, bu sifatsiz gazobloklar suv shimadi. Suv shimish natijasida sovuq qish sharoitida devorlar darz ketish holati bo'ladi, uvalanish holatlari bo'ladi. Bu sizga qo'shimcha xarajat va noqulayliklarni yuzaga keltiradi. Boyitilgan kvarts xumidan ishlab chiqarilgan arton gazoblogi bir kubasi 500 kiloni tashkil qiladi. Bu sizning uyingizni poydevoriga yuklamani 30% yengil bo'lishini imkonini beradi. Bundan tashqari sifatli xom ashyo ishlatilganligi sababli arton gazobloklarning geometriyasi ideal tekis bo'ladi. Bu sizga 30% pulingizni tejash imkonini beradi. Tashqi va ichki ishlov berish uchun ixtiyoriy pardozlash qorishmalaridan foydalanishingiz imkonini beradi. Artonni tanlang. Sifatli, energiya samarador va ekologik toza uyga ega bo'ling.